Bu duoni o'zingiz munosib ko'rgan eng yaqin insoningizga yuboring. Ya Alloh, har tong u uyg'onganida baxt uni quchoqlasin. Har kecha yulduzlar uning orzularini yoritib tursin. Qadamlarida baraka, yo'lida yengillik bo'lsin. Ko'zlarida quvonch, yuzida tabassum. Yuragida esa tinchlik va iliqlik yashasin. Qiyinchiliklar uning oldida yaqinlashmasin ham. Har g'ami unutilib, har dam shukr va xursandlikka aylanib ketsin. Allohim, unga eng go'zal insonlarni yo'ldosh qil. Eng iliq xotiralarni bag'ishla. Orzulari haqiqatga aylansin. Qalbi esa har doim yorug' nur bilan to'lsin. Ushbu videoga like bosib, qadrli insoningizga yuborib, uni xursand qiling. Xayrli tong. Allohim bergan yana bir kuningiz siz o'ylagandan-da chiroyli bo'lishini tilab qolaman. Alloh rahmat va barokat urug'ini oilangizga hadya etsin.